Oysha, Hı? Robbing kim? Rabbim Allah. Dining nima? Dinim İslam. Kitobing nima? Kitabım Kur'an. Payg'ambaring kim? Payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qiblang qaysi? Qiblayim Kabatulloh. Ka'batulloh qayerda joylashgan? Makkada Bir kunda necha mahal namoz bor? 5 mahal. Aytib ber. Bomdod, peshin, nasr, shom, xufton. Молодец. Oysha, ro'za qaysi oyda tutiladi? Ramazonda Voy mashalloh. Bitta insonda nechta farishta bor? 8 ta. Qat-qatida. Ikkita yelkasida, tilati yuragida, orqasida, oldida, ikkita yonida. Молодец. Xo'p, islomda nechta bayram bor? Ikkita. Qanaqa? Ramazon hayitida, Qurbonni hayitida. Voy mashalloh. Islomning nechta ustuni bor? 5 ta. Aytib ber, birinchi ustuni nima? Shahodat kalimasi, Ikkinchi ustuni, namoz, uchinchi ustuni, ro'za, to'rtinchi ustuni, zakot, zakot, beshinchi ustuni. haj. Молодец. Xo'p, sen shularni yodlaganingga nima olib bering? Bina, Qanaqa pina? ezali, Ezalimi? Bo'ldi. g'alaba ezi. Xo'p, endi boshqalarni yodlaymiz, a?